Koreya kosmetologlari bu sirni hech kim bilan bo'lishmagan. Meni kechirasizlar. Meni obunachilarim uchun bu retseptni bo'lishmasam bo'lmasdi. Koreyadagi eng mashhur aktrisalar ushbu maskani qilish uchun har hafta kosmetologga borib, ushbu muolajani albatta olishadi. Endilikda sayohat qilib, zagar olib, dog'laringiz ko'payotgan bo'lsa, shlapalar kiyib yurishingizga ham ehtiyoj qolmaydi. Birinchi o'rinda biz mana shunda sprey idishga suv solamiz, ya'ni ichimlik suvidan solamiz. O'zimiz iste'mol qiladigan suvni solib, ichiga o'sha biz foydalanadigan maskamiz uchun kerak bo'lgan 7 dona qalampir munchoqni solamiz ichiga va 15 daqiqaga olib qo'yamiz. daqiqa ushbu spreyimiz tayyor bo'lgancha biz zig'ir urug'iga spirulnani ochib aralashtiramiz va suv solamiz. Mana bismillah. Endi suv bilan aralashtirib maskani tayyorlaymiz. Ozgina bir qoshiqcha suv qo'shiladi va yaxshilab aralashtiriladi. Va 5 daqiqadan so'ng zig'ir urug'i maska holatiga tayyor bo'ladi. Maskamiz ham tayyor bo'ldi. Endi biz yuzimizga surishni boshlaymiz. Bismillah. Wow, yuzim ham tayyor bo'ldi. Endi yuvishga ketamiz. Yuzim o'ta yog'li bo'lgani uchun Dr. Ipponing Snow Cleanser'dan foydalanaman. Mana yuzimni ham yuvib oldim va ungacha qalampir munchoqli mistimiz ham tayyor bo'ldi. Mana shunday uzoqlikdan yaxshilab sepamiz, mazza qiladi yuzingiz. Ayniqsa ko'pchilik quyoshdan zagar olgan yuzlarni oziqlantirib namlashi natijasida yuzingiz 10 yoshga yosharganini his etasizlar. Agar yuzingizda dog'lar, ajinlar ko'p bo'lsa, azizlarim, albatta Dr. Ipponi 10 xil vitamin sostavli ay kremini surishni tavsiya etaman. Chunki ertalab va kechga doim o'zim surib yuraman. Agarda quyoshga chiqayotgan bo'lsangiz, quyoshni ultra binafsha nurlaridan himoya qiladigan Dr. Ippo SPF dan foydalanishni tavsiya etaman. Chunki barcha yuzdagi turlarga to'g'ri keladi. Ba'zan quruq yuzlarga yoki yog'li yuzlarga maxsus SPF larni tanlash kerak. Dr. Ippo Nature bo'lgani uchun barcha yuzga, hatto ta'sirchan yuzlarga ham to'g'ri keladi. Sizni yuzingizda dog'lar, ajinlar ko'p bo'lsa, Koreyada, Samarqand, Toshkent filiallarimizga tashrif buyurib, konsultatsiya asosida ushbu kremlarni, Dr. Ippo kremlarni xarid qilishingiz mumkin. Barchangizga go'zallik hamrohingiz bo'lishini tilab qolamiz. Kamsahamnida, kongangasio.